Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Bizni qadrdon aka-ukalarimiz, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa mana bu ishimizni ko'rasizlar, o'ta bomba ish bo'lgan. Bittadan laykni bosib ko'rishni davom etinglar. O'tkazib yubormasdan ko'ringlar akalar. Ko'rasizlar, ishimiz yoqsa, Xudo xolasa murojaat qilsanglar, sizlarni ham xonadoninglarga shunaqangi go'zal ishlarni qilib beramiz. Ko'ringlar, mana ikkita o'rnatganmiz, kosmosmi, o'zimiz lustra qilib chiqarganmiz. Katta qilib, chiroyli qilib, atrofi mana MDF derazaxonani atrofiga. Bular отдельный hisoblanadi. Tunikani rasxodi 130 ming so'mdan kvadrat hisoblanadi akalar. Bu tumaloqlarimiz mana shular lustrada xullas, lustralarimiz $200 bo'ladi akalar. Bozordan sotib olsanglar ham bunaqangi zo'r lustrani $200 sotib ololmaysizlar. Qimmat o'ta ham. Bu lustrani o'rnini bemalol bajaradi. Hamma yo'g'i bor, ham chiroyli, ham go'zal turadi xonadoninglarga. Mana ichkari tomon shapka. Ichkari tomon shapkasi mana o'ta skromniy bir chiroyli, необычный bir qilib chiqarib berdik. Ko'rinishi bir ajoyib bo'ldi ichkari tomonni. Xudo xolasa sizlarga ham yoqadi degan umiddamiz. Ishlarimiz yoqsa rekomendatsiyaga chiqish uchun bittadan laykni bosib, sheriginglarga jo'natib podlisa qilib qo'yasizlar degan umiddaman. 130 ming so'mdan list расход hisoblanadi. Tunikadan nimaki ketsa 130 ming so'm akalar. Manaqa отдельный qo'yiladigan narsalar bo'lsa, MDF manaqa yonib turgan diodlar atrofini yonadigan qilib berganmiz. MDFni derazaxonasini отдельный hisoblanadi bular. Olib kelamiz, o'zimiz o'rnatib beramiz. Shunaqangi chiroyli, go'zal qilib chiqarib beramiz. Xudo xolasa kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Vodiy bo'ylab ish olib boramiz. Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari bo'ylab ish olib boramiz. Ko'ringlar ishlarimizni, sizlarga ham yoqadi degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarga ehtiyot qilinglar, doim sog' yuringlar. Sizlar uchun doim ishlaymiz.